Merhabalar. Turkiya nodavlat tashkiloti bo'lgan Ayol va demokratiya vaqfining vakili sifatida ushbu konferensiyaga ishtirok etmoqdaman. Va juda ham xursandman bu konferensiyaga ishtirok etayotganimdan, chunki ayol masalasi, oila masalasi, farzand masalasi bu nafaqat mahalliy va bir mamlakatning masalasi hisoblanadi. Burada Türkiye'de ve Özbekistan'da ailenin güçlendirilmesi. Mana bugun biz Turkiya, O'zbekistonda oilani mustahkamlashga qaratilgan konferensiya sababi bilan biz bu yerda tashrif buyurdik. Davlatimiz rahbari tomonidan oilalarni mustahkamlashga juda ham ko'p e'tibor qaratilmoqda. Bunda birinchi o'rinda bu ayolni o'rni o'zgacha. Shuning uchun ham qizlarni bugungi kunda tarbiyasiga alohida e'tibor qaratilgan holda ularni ma'naviy o'sishiga, ilmiy o'sishiga alohida siyosat olib borilmoqda. Bunga aytishimiz mumkinki, misol uchun magistraturada qizlarni o'qishi grant asosida bo'layotganligi, ularni ilmi, qizlar akademiyasini ochilishi bu alohida o'rin egallaydi. Bugungi mana bo'layotgan tadbirimiz ham shunga bag'ishlangan.